qaysi befarosat qo'yib ketgan mana shu mashinani 1 soatdan beri chiqa olmayapman. Na nomeri bor. Mana shunaqa bo'ladi, короче. Voy onasini emsan, laboy dabdili bo'ldi-yu. Shunaqa holatchi juda ham ko'p bo'ldi. Mashinani noto'g'ri parkovka qilib kelishadi. Siz mashinangizni umuman olib chiqa olmaysiz. Mashinasida nomerini ham qoldirmagan bo'ladi, egasini topa olmaysiz-da. Shunaqa vaziyatlar bo'lyaptiki, noto'g'ri parkovka qilgandan skorilar, pajarnilar kirib chiqa olmayapti aka. Mana shu narsani yechimi bor. Hozirlarga polsi tushuntiramiz. Faqat sizlardan iltimos, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Hamma shoperlarga tarqalsa, bizni xursand bo'lardi. Yengilini jinnisi akalar, endi maxsus stikerli QR kod chiqdi. Xo'p, ko'pchilik mashinasiga nomer yozib qoldirishni xohlamaydi-yu. Endi mana shu QR kodni shuni yopishtirib qo'yasizlar. Mashinanglar bu kimgadir xalaqit qilib qolsa, mana shu QR kod orqali sizlarga aloqaga chiqsa bo'ladi. Buni zo'r tarafichi qanaqadir prilojeniyasini skachat qilishingiz shart emas. Shunday kelasiz, mana bitta skaner qilasiz, bitta bossanglar mana o'zini maxsus saytiga kirib ketadi. Bu qanaqadir zakazga chiqmaydi akalar. Nalichi sotiladi, narxchi va shikalat arzimagan pul. Buni registratsiya qilish juda oson. Ichidan anaqa informatsiya qog'oz chiqadi. Hammasini oson tushuntirib qo'yishgan. Stikeri yopishirish uchun даже shpatellargacha chiqadi. Stikeri mana har xil dizayni bor. Xolasanglar anaqa gerblilari bor. Xolasanglar mana kvadratni gold ranglarigacha qilib qo'yishgan. Bu QR kodning ichiga sizlar ikkita nomer qo'ysanglar bo'ladi. Xolasanglar nomeringlarni skriti qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Dajacha Instagram bilan Telegram profillarni kirgizib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zini ichida maxsus chat bor. O'sha yerda gaplashsanglar bo'ladi. Agar sizga bu kimdir aloqaga chiqayotgan bo'lsa, o'sha odamning qayerda turganini lokatsiyalarigacha bilib olsanglar bo'lar ekan. Ichidachi yana juda ham ko'p funksiyalari bor. Bu stiker faqatgina mashinalar uchun emas, avtomobillar raqami, sizning hujjatlaringiz, chimadan, sumkalarga yopishtirib qo'yadigan bo'lsangiz, mabodo yo'qolib qolsa ham topib olishingiz juda ham oson bo'ladi. Aka, yengilik menga yoqdi. Shu yengilikdan podpисчикларga ham hadya qilib yubormaymizmi? Aka, kommentariyada bir raqamini qoldirib tashlaylar. Ikkita insonga bittadan hadya qo'yamiz. Faqatgina komment emas, hozirroq bitta like bosib qo'ying. Like bosganlar orasidan ikkita g'olibga shundan hadya qilib yuboramiz. Agar siz shu QR koddan sotmoqchi bo'lsangiz, Optimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'ydi. Dona kerak bo'lsa, avtotuning kelaverasizlar. Bu videoni hamma shoperlarga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'ladi.